Assalomu alaykum qarindoshlar, Paysandan asas yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 40-qismlik darsimiz. Bu qismlikda biz overriding bilan overloading ning farqini so'zlaymiz. Overriding bilan overloading. Endi bu Uyg'urcha tarjima qilsak, masalan, overriding ni ride degan minmek degan gap, over üstilab minish deb tarjima qilsak bo'ldi. Overloading degan üstilab yuklash, load degan yuklamak degan gap overloading. Buni tarjima qilishning ma'nosi yo'q amaliyotda. Faqat izohlab qo'ydim. Odatda overloading masalan, hozir overloading ni boshlasam, print ni bilamiz. Buningda high desekmi, yani bir parametr var ichida. Yoki ikki parametr qo'ysakmi, yoki 3 parametr qo'ysakmi, o'xshashli print qilib chiqaraveradi hammasi mana. Bu overloading. Overloading nima ekan sanlar? Mushu ismi o'xshash. Masalan, bir method and function, print function. Ismi o'xshash, ammo ichidagi parametrlar o'xshamaydi. Bu overloading degan gap. Üstlab yuklash deymiz. Endi overriding degan nima desanglar, buning ismi o'xshash, ichidagi parametr soni ham o'xshash. Masalan, biz overloadingdan bir misol olsak, o'zimiz yozsak demakchi. Hozir men shunga o'xshaydigan bir ko'paytirish belgisini yozaylik hisoblovchniki. 2 xonni ko'paytsekmi, 3 xonnimi, 4 xonnimi, 5 xonnimi ko'paytsak qanda 5 sonni, 6 sonni demakchi. O'xshashlar shunga o'xshash. Cheksiz parametrlashtirib, buni ko'paytirish orqali bir funksiya yoza olamiz. Masalan, buni multiply dey. Biz cheksiz parametrlashtirish nimani degandik? Args, quarks bilan args degan. Dastlabki darslarni tafsil ko'rsanglar bo'ldi. Buni so'zlaganman. Buningda bir logik muhim. Ya'ni bu ko'paytirish degan, masalan, parametrlashtirib, bir sonni parametrlashtirsak o'zi chiqadi, shundan o'zini ko'paytib olmaydi. Shunga shuni ma'lum bir sonni deb, masalan, x deb Buni nimadan boshlaymiz? 1 dan boshlaymiz. Chunki 1 deb yozsak o'zi bo'lib chiqadi demakchi. Ana lekin qolganlari, ya'ni qolgan sonlar, uni for loop orqali masalan qolgan son desam, ash argsning ichida kelgan. Ash har bir sonni o'zaro ko'paytirish. Buni qanday oldik? Son. Ma'noning o'zi sonni ko'paytdi degan gap, x ga teng demakchi. Ham buni print qilsak, nimani print qilamiz? Ash x ni. Masalan, shu multiply ni 2 sonni multiply qilsak ham bo'ldi, ko'paytimiz demakchi. 2 ga 3 ni ko'paytib, yoki 23 ga 31 anaqdan 3 sonni ko'paytsekmi, yoki 5-10 sonni ko'paytsekmi qanda bo'laverdi. Mana 2 ga 3 ni ko'paytsak 6, 23 ko'paytilgan 31 ko'paytilgan 56 da 39,928 degan gap. Mana bir nima? Overloading. Qarsanglar, ismi o'xshash, ammo parametrlashtirish o'xshamaydi. Buni yana nima deymiz desanglar? Compile time polymorphism deydi. Ya'ni ijroat, kod ijroat bo'lishlarlar qanda bu yurgizilgan. Ya'ni ko'p xilchakli demakchi. Endi overriding qanday bo'ldi desanglar? O'xshash ismni ustilab besib o'tamiz. Masalan, bir class
hello deb bir class yazsam, bir function qo'ysam, masalan salomni nim deymiz. Bir masalan salomni biz hello deymiz deb bekitgan bo'lsak, yana bir classni qurib, masalan cat degan bir classni qo'ysam men, buni hello dan qanday inherit qilib overridingga cho'qim ikki class ketadi. Men qanday qilaman? To'xtab, bu mushuk degan hello deyilmaydi. Buni override qilyapman. Ustilab ustiga bostiryapman. Mushuk nima deb salom qildi? Meow. Shunda bo'lganda, masalan, men ma catni chaqirsam, ma salom metodni unutib qoldim. Salom metodini chaqirsam, cat qanday salom qildi? Mana meow. Agar biz mana ilib etsakchi, cho'qim pass qilmasak, class mangmaydi. Mangmaydi emas, xatolik tashlaydi. Mana hello deb chiqdi. Tam mushukmi hello deydi. Shuni biz qanday ustilab o'xshash ismni mana qilyaptik? Override qilyaptik. Bu overriding, buni ham nima deydi hamda? Yurgizish jarayonida bo'lgandan keyin buni runtime polymorphism deydi. Ya'ni shu kod yuz berish jarayonidagi. Buni xulosalasak, overloading bir classning ichida bo'ldi ekan, ismi o'xshash, parametri har xil bo'ldi ekan. Overriding cho ikki class, ya'ni inheritance, miros munosabatidagi ikki classning orasida yuz berdi ekan, ism o'xshash, parametrim o'xshash, ust-ustilik ekan demakchi. O'zgartirish uchun. Mana bu overriding bilan overloadingninki farqi. Bu yangi darsim shakcha. Tushunmagan nuqta bo'lsa, oson shakl qoldim, sog'lik bo'ldi.